voy. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Ana bir ro'cheri uyda emasmi ish qilib? Yo'q, yaqinda kelib ketgandilar. Ey, sen nima? Qanaqa husning bor edi? Bitta yolg'onchiga aldanib o'tiribsan. Nima qildingiz, opa? Yaxshi ko'rardim-da uni. Bilasiz-ku. Keyin yoshim ham katta bo'lib qolgan. Shunga O't tushsa bunaqa sarob sevgiga. Ozgina sabr qilganingda topilardi tenging. Bunaqa eshikka qarab, birovi erini termulib poylab o'tirmasding. Mana shunaqa omonat hayotni tanlab xato qilib qo'yding-da senim. nima qilay, opa? Endi peshonamda shunaqa taqdir yozilgan bo'lsa, nima ham qila olardim? Agar bilsang, taqdirga odamni o'zi ham sababchi bo'ladi. U yoqda onam bechora ham mana shunaqa guldek qizim kimlarga xor bo'ldi deb yig'lagan. Dadam, oyim yaxshi yurishibdimi? Ha, o'tirishibdi. Dadam bir sendan jahli chiqadi, so'kib qoladilar.